Assalamu alaykum ekranlardagi aziz ko'rarman do'stlar. Navro'z bayraminglar muborak bo'lsin. Men aldi bilan programma gruppamizdagi barliq xodimlarga vakolatdan keng do'stlarning Navro'z bayramini qizg'in tabriklayman. Do'stlarning Navro'z bayramidan, ya'ni bosh bahordan boshlangan har bir ishlarga utuq, barakat, oilasiga xotirjamlik va osoyishtalik tilayman. Xo'sh, qadrli do'stlar, biz bu programmamizda shu Navro'z bayramining bir belgisi bo'lgan Navro'z ishining etilish usulini keng ko'rarman do'stlar bilan tan ko'rib beqishni loyiq ko'rdik. Bizning bu programmamizda o'xshashli yana Jongo oshpazlik peshvasi Shinjan kasbiy universitetining takliflik professori Yunus Handola ma'lum bizga shu Navro'z ishining etilish usulini tafsiliy ko'rsatib bermoqchi. Bo'lam Yunus ma'lum siz bizga shu Navro'z ish to'g'riliq asraq to'xtalib bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Men Navro'z ishi haqida biraz to'xtalib o'tay. Bo'ldi. Navro'z bayrami Türk tillar sistemasidagi millatlarninki birdan-bir muhim, cho'ng, ulug' bayramlarning biri. Shunday. Bu bayramda mush bayramni qutlaqlash uchun Navro'z ishi deydigan bu bebaho tamoq tayyorlandi. Uningdan boshqa har xil chilish, bayga, ag'amchi uchish qatorliq nurg'un faoliyatlar berildi. Biz ularni qo'yib turib oldi bilan Navro'z ishiga kelib to'xtalsak, bugun 4-chi qatam o'sha televizorda Navro'z ishini yetishni ko'kitishim. Bu 4 qatimda men 4 xil usul bilan aytdim. Davomli ko'rib kelgan do'stlarimiz bo'lsa buni silishtirib ko'rsa bo'ldi. Endi bugun men aytmoqchi bo'ldim. Bu 4-chi qatim qilsa yana buningda ma'lum xurushlar almashtirilgan. Ba'zilar 7 xil dansab Navro'z ishi etadi. Nima uchun sog'anligini, saldiganligini bilmaydi. Men tushuntirib o'tsam, 7 xil dans silishdagi maqsad biz 7 iqlimdan yaxshi tilaklarni tilaganlikninki ifodasi. Endi bu yerda 9 xil, men bugun 9 xildan tayyorladim. 9 xil dans silishdagi maqsad 9'imiz tal olsun degan maqsad bilan silindi. Endi bugun biz buningga qo'yninki kallisi, pochig'i, go'shidan tayyor qildik. Endi bular silishdagi maqsad Muşu Navro'z bayrami, yani baş bahardan başlayan işimizden baştan ahire işlerimiz utukluk olsun diyen gel. Ba göç otursa, baş ahire otur hemmisi asayişlik olsun bir bütün gövde, ahmetlik olsun diyendim bildirdi. Hem de bazılar ben bununla sevze Çamgır salsam bununla hayranlık bilen nerede Navro'z işığı sevzi çamgır sağa yaba deydi. Köktatlan siliştiki maksadımız bu. Yani birinciden bu köktatçılık sahasındaki yakıştılık tilgen bulsak, ikinciden bu 9 xil dağınğa sevzi bilen çamgırını koysak bularının ozuqluk kuvveti tıxımı toluqtundu demekçi. Yani bu maksat bilen bu ikisini silişini layık gördüm. Endi bugün men tayyorlagan bu dağlarning ichida birinchisi buğday meg'izi. Bu buğday meg'izi deganimiz nima deganda buğdayning tashqi postida kepakdan boshqa yana bir qavat keraksiz bir post bo'ldi. O postda insonlarga foyda yetkazmaydi. Ziyon qildi, foyda yetkazmaydi. Shuning uchun bu buğdayni biz namdab yoki bir maxsus yog'och yasalgan havanchida, cho'ng havanchida yanchib, ash postini aritimiz. Yoki buğdayni namdab solyotaga qachlab, kaltak bilan urgandan keyin bu post ajdab chiqdi. Bu chaqda buning meg'iz qoldi deganimiz buğdayning meg'izligining sababi mana shu. Buningda kepak bor, ammo posti yo'q. Adam bedeniga foyda qilmaydigan posti so'yitilgan. Shuning uchun bu buğday meg'izi deganim sabab shu. Bu qizil purchaq. Bu oq purchaq. Mana bu no'xat. Bu ko'kmash. Bu qora buğday. Diabet kasali giribtor bo'luvchilarniki qondagi shakar moddasini kontrol qiladigan eng esil yemekliklarning biri. Bu sulu. Sulu.
Bu sulu. Bunun Uygurca ismi sulu. Hanzoç ismi yemmey dep atıldı. Yemmey mi? He. Bu dallıkların içindeki kişiler közge ilmaydigan. Bunundan moşunda kaynatıp içkenden başka ya lağman ya ki untatıp başka solda paydalan kılıp olmaydigan. Bir xildan. Ama bunun ozuqluk öte yukarı. Hem paydalık tarafı mı bir kadar köp. Bu serik konaknınki yarmısı. Hem de mavi olsa pişcan turpan 90 taraflarda pişidigan ak konak. Bu ak konakның deni. Bunun ozuqluk öte serik konak kırganda yani özgüçe alaydiliklerge ega. Şunun için ben bugün tayyor qilgan 9 xil danның 9 xil alaydiligi bor. Hem bununla dostlarımız davamlı istimal qilib kelgan, tunuşluq bo'lgan terek, jigjen, göröç, tögü pırçığı ve başka xil dallarını sarsak-mı? Yoki 7 xil yoki 9 xilga to'shqizib sarsak bo'laverdi. Cho'qim mushu men ishlatgan 9 xil, men ishlatgan 7 xil bo'lishi shart deydigan o'lcham yo'q. Dan tilak 1. Shuning uchun her qaysi yurtdagi do'stlarning o'z yurtining sharoitiga qarab, o'z yurtida ishlab chiqarilayotgan dallar qarab tanlab ishlatsak bo'ladi. Buldamsa bu No'roz ishininki mushundaq bir xil alaydi, oq ko'rinishli bakashindami ma'lum 9 xil, 7 xil dalliq ziroatni ishlatishga sabablarini, maqsadlarini nayt aniq bizga sharhlab o'tib berdingiz. Amsa mushu ko'rarman do'stlarmi, bu tomoqni zodi qanday etilganda deb balkim ko'rishga aldirayotganda tomoq etishni boshlaytamda. Boshlaylar. Bu No'roz ishini yetishda diqqat qiladigan bir narsa xil nuqta bor. Biz tanlagan dallarımızın xarakterini puxta egallab bilishimiz kerak. Mesela qizil purchaq no'xatlarninki danninki qattiqlik darajasi bir qadar yuqori. Bularning suv sumirishchanligi tuvan bo'ldi. Shuning uchun bularni az deganda 5-6 soat ilman suv chilashga to'g'ri keldi. 5-6 soat. İlman suv chilab yumshatib olgandan keyin undan keyin qozonga solsak, uni süreti tezleşdi. Akpırçak olan kökmaç qatarlıqlarını 1-2 saat suv chilashga to'g'ri keldi. Va buğday meğiz bilan qonaqni, ak qonaqni 1 saat 2 saat etrafida chilsak bo'ldi. Ammo qora buğday bilan suvini suv chilmasak bo'ldi. Bu serik qonaq yamsini mi suv chilmasak bo'ldi. Endi buni aldığımızda turgan baldır suçlangan 6 xil danni biz aldı bilen salımız. Aldıda göğüşünü selep kaynagandan keyin köpüğünü parkız elbetip şorup süzülgende aldı bilen asan pişmaydigan 6 xil danni selep bula 7 ölüş pişkanda ondan keyin 3 xil danni qo'shib sarsak bo'ldi. Ma seri qo'noq, kömü qo'noq yarımısı deganimiz odatki qo'noqma bo'lmuş, ezimag'an qo'noqma. Yarmisi. Ha, shundaymi qarsam o'xshaydi. Bugun biz pish vaqtini suratni tezlatish uchun setib olgan qo'yninki beshi bilan parchaga bu pishirib tayyorlangan qo'yning beshi. Biz buni faqat No'roz ishi pishgandan keyin biz to'g'rab saf tayyorlasak bo'ldi. Ovoz olmaymizdan olsa. Agar bu xam bo'lsa, biz go'sht bilan bosh, pachaq uchisini bir vaqt silib, qaynagandan keyin dallarni xarakteri qirab sarsak bo'ldi. Agar teri, guruch qatorliqlarni ishiltish to'g'ri kelsa, pishay degan vaqtida ular yarim soat qaynasa tamamen pishib bo'ldi. Shuning uchun biz dallarniki xarakterini puxta egallab olib, navbat bilan, ritm bilan sarsak, bu No'roz ishiniki suftiga tamamen kapolatlik qildi. Ha, bo'ldi. Hozir biz mashg'ulotni boshlaymiz. Oldi bilan go'shtni silib, so'q suv solamiz. Sağan vaqtimizda tuz salamdiq, sammamdiq. Samaymiz. Havo sammamdiq. Go'sht pishaganda oldida tuz solib olsak, go'shtning tarkibidagi oqsil moddasi ketishib oldi. Go'sht oson pishmaydi. Go'shtni silib, tuvoqni yeb qo'ysak,
Göz kaynagandan keyin Ha. köpüğünü parkiz ilibetip Ha. şorp süzülgende adallan Tamam. sasak. Ha. Köpükünü yutamda Evet, qandı ona. biz bu etapta biz hoşyarlıkını aşırdığa vaktimiz. Biz göç pişagan en dikkat kıldığan iş kıran. Ha. Göçü sağgandan keyin bunu qat'iy aralashtirmaymiz. Nemişqa? Aralashtirsak bak köpük buzulup ketidi. Ha, to'g'ri. Buzulup ketgandan keyin parkiz ilishqa ta'sir etadi. Shuning uchun qaynaydigan vaqtida Hı. tovoqni ichib biz qarab turib utturliq laylab chiqqan köpükni biz utturliq ilib Tozun olamiz. jiqjiq ketdi bunun köpüki. Agar buni biz qalay baqqan aralashtirib qo'ysak, bu chaqda bak köpük bulutdek tekşi laylab chiqib bo'lmay parchalanib ketadi. Parchalanib ketgandan keyin bu sho'rpaga aralashib ketadi. Suzulmaq ta'sir bo'ladi-da u vaqtida. Bak tez suzg'uli bo'lmaydi. Shuning bilan sho'rpining suzuklik darajasiga ta'sir etadi. Mayli paxlan go'sht salli, mayli boshqa go'sht bo'lsin. Bu go'sht silishga eng diqqat qiladigan muhim halqa köpük asosiyatdan tugidi. Endi biz dallarninki xarakteri qarab sasak bo'ldi. Oldi bilan Qizil burchaq. qizil purchaq, qiyin deb pishirgan qizil purchaq, undan keyin no'xat, No'qut. undan keyin oq purchaq, bug'doy meg'izi, ko'kmash, Ko'kmash. oqqunaq. Oqqunaq. Hem bu sus o'tda qaynisi bo'ldi. O't kuchini bo'shroq qilib qanchalik vaqt qaynatamiz? Birer saat atrofida qaynatsak bo'ldi. 1 soat. Ha. Ha bo'ldi. Qaynabdi, ha? Qaynab bu asosiyatdan 7 ulush pishib bo'lgandi. Tek to'liq pishmadi deydi, ha? Go'sht pishibdi. Biz oldindan go'shtni avlab sovutib, Ha. to'g'rab turguncha av 3 xil don pishib tayyor bo'ldi. Endi madallan sasak bo'ldi. Sulu yarmisi, Qora bug'doymi? qora bug'doy. Undan keyin shomg'ur sabzlarni to'g'rab silitimiz. Sabzini cho'ng to'g'irmaydi ekanmiz, sanamiz ishni pishqida aka. Lepis to'g'irsak oson pishadi. Bunun ustiga lepis to'g'irsak qat ketidiki ozuqlik quvvatlarning erib chiqishiga oson bo'ldi. Qalin bo'lib ketsa sirtidagi ergan bilan ichki qismidagisi eriyolmay qoladi. Chamg'ur. Uzoq qo'yib tayin yuqori bo'lgan. Ketdi. Ko'ktatlarning shohidisi bo'ldi bu. Chamg'ur nima? Sözülen ikisi. Xanzo milli tibobatchilari odamga ishiladigan dori kasal bo'lib qolsa, Ha. odamga topolmaganda shu savzini odamga o'rnida buyurtirdi. Sabzi nima? Savzini. Savzining ozuq quvvati bu kadar yuqori. Ham ularga bu tambur maslasa gül üstüne çekilgen gül diyendek. Şuna pişkan hemen eşimizde tayyor oldu. Eğer bulan silishni xohlamaganlar samismi bo'ldi. Ha. A shu dalliq siratlar bilan go'shtdan foydalanib yotsin bo'lamda, tayyorlasimi? Bo'ladi. Endi mavlani biz to'g'rab tayyorlab olamiz. Bo'ldimi ma'lumamdi? Asaq bo'lamda. Aç pişti. Endi Tutsamiz oqat, texi buningga. tuzsamidi tuzini endi tansiq bo'ldi.
Hozir tengsak, Ha. tuzning tarkibidagi yod moddasi hech qanday buzg'unchilik uchirmaydi. Ha. No'g'riz ishi. Tunji qaytim No'ruz ishining etilish butun bir jarayonda o'zim ko'rib oldimda boshdan oxir. Hem buni Hmm. cho'ng qachiq usganda shu xil usulda usimiz. Hmm. Hem buni Kishi bishig'anda. kishi bishirib bo'lganda quyuq suyuqlik darajasi boshunchalik bo'lsa bo'ldi. Ağaçını süt bulduk. Ha. Hem de bunun üstüge doğrap tayarlangan göğüşne tekşir süpürümüz. Hem bunundan küçük kaçılar usulüçe Ha. yani bir katım tekşirler tanış etmesi buldu. Hmm. Dördüncü türü bana şundak usulü getirdi. Haqiqatan o'zgacha hamdek olaydi bir tamoqqa bo'lmalymi? Yo'q. Ekran oldidagi do'stlar ko'rib turibsizlar. No'ruz bayramida biz arzulab iste'mol qilgan No'ruz ishining tayyorlanish usulini ko'rib o'tdik. Mana No'ruz ishimi tayyor bo'lib oldimizda turibdi. Buni ketgan shu dalliq ziroatlarning turmi intayin mo'lga, oziqlik quvvatimi bir-biridan yuqori. Uning tarkibidagi mineral moddalar, vitaminlar naytimi mo'la, shundaqmi ma'lum? Sumu mol. Aqsilmi mol bu dalliq ziroatlarning tarkibidagi aqsillar bir-biridan mo'l. Masalan, misol qilib bo'lsak, buning tarkibidagi noqut, biz ko'proq biladigan noqutda, noqutning shu tabiiy quruq issiq bo'ldi ekan. Undan boshqa shu noqut badan va börekni quvvatlash, kuchlantirishdan iborat xususiyatga ega ekan ma'lum, shundami? Shu No'ruz bizning an'anaviy o'zimizning bayramimiz bo'lgandan keyin azroq chapadan başlatmay uyimizda bir sinab baqsaq No'ruz bayramimiz texmi xo'shalliqqa, texmi mo'lchilikqa to'landikin deb o'ylab qoldim. Qinamsiz ko'pchilik No'ruz bayramidan No'ruz ishini etib sinab baqsaq